Mana shu Aristonda akalar olib kelishgan hozir. Bu Aristonda akalar nima bo'lgan? Tenti yorilib ketgan Aristonda akalar. Tenti to'kirib qolgan. Mana qaranglar. Tenti yorilgan joylarni. Mana shunday prujinkalari chiqib, уже pishgan tenti akalar. Hech tozalatilmagani hisobiga shunaqa bo'lib yorilib chiqqan. To'kiradi bu juda ham xavfli akalar. Shu tozalatib tursalar, xavfsiz bo'lib bemalol xotirjam ishlataverasizlar. Hammani ustalarga tekshirib, mana tentni ko'ringlar akalar. Tenlari chirib ketgan hozir. Mana qaranglar, tenti oqib bir-biriga mana bu terma sati bilan yopishib qolgan akalar. To'kilishiga sababchi bo'ladigan narsa shu. Mana shu narsa to'kilishiga keyin Aristonni portlaydi deyshadi. Shu narsaga ham sababchi bo'ladi. Mana shu gradus yetmay o'chirib qo'yadi. Ishlamay qoladi. Unga yangi dent qo'yib, zavodskiy qilib, chiroyli qilib yetkazib beriladi. Aristonda akalar, agarda sizlar uylaringizda ham shunga o'xshagan Aristonlaring bo'lsa, vaqt-vaqtida tozalatib tursalaring, umr uzoq, yaxshiroq xizmat qiladi.